Qishloq xo'jaligi ekinlarining asosiy kushandasi zararli hasharotlar hisoblanadi. Ayniqsa chigirtka ular ichida eng xavflisi. Yurtimizda ularning tarqalishi oldini olish va qarshi kurash borasida Namangan viloyatining qo'shni respublikalar bilan chegaradosh hududlarida mutasaddi tashkilotlar hamkorligida nazorat tadbirlari, maxsus taktik o'quv mashqlari o'tkazilmoqda. Namangan viloyatining Chus, Chortoq, Yangiqo'rg'on, Kosonsoy va Pop tumanlari qo'shni Qirg'iziston va Tojikiston Respublikasi bilan chegaradosh. Ma'lumotlarga ko'ra, viloyatdagi 4000 gektar maydonda chigirtka tarqalishi bashorat qilingan. Qishloq xo'jalik ekinlariga katta zarar keltiruvchi chigirtkalar tarqalishining oldini olish maqsadida O'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi, chigirtka va tut parvonasiga qarshi kurash xizmati, favqulodda vaziyatlar boshqarmalari hamkorlikda muntazam ravishda nazorat tadbirlari o'tkazib boradilar. Chus tumanidagi Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh Axsi mahallasi adirliklarida o'tkazilgan o'quv taktik mashg'ulotida hamkor tashkilotlarning ko'rikdan o'tkazildi. Joriy 2025-yilda Namangan viloyatida 7800 gektar maydonda zararli chigirtkalarning tarqalishi bashorat qilib, shu kunga qadar O'simliklar karantini va himoyasi agentligi hamda chigirtka tut parvonasi qarshi kurash xizmati bilan hamkorlikda 30 ming gektardan ortiq maydonda kuzatuv ishlari amalga oshirildi. 11 ta atrofga 40 dan ortiq mutaxassislar biriktirilib, texnikalar jalb etilgan holatda nazorat ishlari davom ettirilmoqda. Hozirgi kunda zararli chigirtkalarning achaklari yoki kimyoviy ishlov o'tkazishdagi holatlari aniqlanmadi. Monitoring ishlari davom ettirilmoqda. Mamlakatimizda asosan Marokash chigirtkasi va Prus avlodi chigirtkalarini uchratish mumkin. 15 kunda tuxumidan ko'payuvchi zararkunandalar 3 oylik hayoti davomida bir necha bor tuxum qo'yadi va ko'payadi. Bu qisqa fursatlarda katta maydonlardagi qishloq xo'jalik ekinlariga zarar keltirishi mumkin. Ularga qarshi hamkor tashkilotlar bilan urushgan holda kurash olib borish orqali zararli hasharotlarning tarqalishini oldini olish mumkin. Maxsus taktik o'quv mashg'ulotimiz 2 bosqichda o'tkazildi, nazariy va amaliy qismida. Nazariy qismida viloyatimiz hududiga xos bo'lgan tarqalishi ehtimoli yuqori bo'lgan Marokash va Italiya Prusi chigirtkalarining rivojlanish bosqichlari hamda bioekologiyasi atroflicha tushuntirib berildi. Nazariy qismida ishtirokchi va kuzatuvchilarni qiziqtirgan savollarga javoblar olishdi. Amaliy qismida esa zararli chigirtkalarga ishlov berishda qo'l purkagichlari hamda maxsus texnika vositalaridan foydalangan holda kimyoviy ishlov berish ishlari amaliy tarzda ko'rsatib berdi. O'quv taktik mashg'ulot ssenariysiga ko'ra aloqador tashkilotlar chigirtkalarga qarshi kurash yuzasidan bajarilishi lozim bo'lgan vazifalarni ko'rikdan o'tkazishdi. Mutaxassislar tomonidan qo'shimcha ma'lumotlar berildi. Hozircha chigirtkalarning ko'payish holatlari viloyat hududida kuzatilmagan bo'lsa-da, qishloq xo'jalik ekinlarining ashaddiy kushandalaridan hisoblangan mazkur zararkunandalarga qarshi kurash va nazorat tadbirlari davom ettirilmoqda.